Ürümçi etrafıda yeşil mudik adamlar, yani yulğun adamlar baa dep anlağanmıdыңlar. Burun biz kiçigimizden tatip nurgun kinolarni ko'rgan, kichik zeyrekchaqlar, mudik adamlar deb hisobda bo'yi bir 30 cm atrofida. Lekin qolgan taraflari butunlay bizga o'xshaydigan odamlar borligini nurgun kinolardan ko'rgan. Ürümçinin etrafıdımı rastlılla şundaq mudik adamlar baka. Buni yulğun adamları deb ataydı ki. Çünkü bular her qitim yulğun çechekliga vaqtda, yulğun çechegini elib, andaq çember bök yasap beşqi kiyib aldı ki. Burun silamaşda kiyib baqqanmı? Bunun için bularni yulğun adamları deydi ki. Endi bularning tasvircha qarsak, bularning bo'yi 30 cm atrofida egizlikda. Lekin bularninki qosh, ko'zi, og'zi, burni, putquli, hatto birli qarsak er ayolligidan tatib aniq ayrıqlıqdek darajada Maştaq bizga o'xshaydigan odamlarga. Endi bu mazmunni men tunji qatim shu Danish Tanso degan bir do'stimiz oldingi kun chiqiribdi ko'rdim. Ko'rib nihoyat qiziqib qoldim-da, shuning bilan bu to'g'risida har xil materiallarni do'yinda izlab baqsam, haqiqatan rost gap. Bu to'g'risida nurg'un mazmunlar bor ekan, izlab baqsanglar bo'ladi, qiziqadiganlar. Xonli va deb izlasanglar chiqadi. Bu to'g'risida qadimdan tatib nurg'un afsonaviy hikoyalardan siret hatta aniq yozilgan poklik materiallarmi bor ekan. Men burunqi bir sonda balkim ko'rgan bo'lg'oytinglar, Jishovlan Urumchi kelganmi deb, Jishovlanning Urumchidagi haykalining oldiga kelib turib, bu haykal mayada. Ayni Chellon zamonida shu Jishovlan bir qatim palanib, shu Urumchiga palangan 2 yil atrofida turibdi deb. Endi Jishovlan shu Urumchi turish jarayonida Urumchining atrofidagi tog', daryo, etizeriq deganda xiyalak berib, yozma xotirlarni qoldirgan. Bunun yazma xatirlarining ichida bu nurg'un g'alati narsalar bor. Buning ichida Xonliva enni xotirlangan. Ya'ni shu vaqtning o'zida Urumchining atrofidagi chorvachi do'stlarning orasida shundaq bir yulg'un odamlarning borlig'ini, bularning doim bu chorvachilarningki non, kezak, choy degandek narsalarni o'g'irlab yeydiganligini, bularni tutib olgan vaqtning o'zida bular tizilib turib shundaq yolurib yig'lab ketadiganligini, endi bularni tutib bog'lab qo'ysa, lekin bularning ochliq e'lon qilib o'lib qolganligini Jishovlanning xotirasida aniq shundaq xotirlangan. Endi u vaqtning o'zida bundaq mudik odamlar qiziqib otaydan izlab qilmaganligi uchun aniq tutilgan paketlar yo'q-ku. Onunsiga bu yulg'un odamlarmi nihoyat sirliqga. Endi hammamiz bilamiz, Urumchi Ipak yo'lidagi muhim bir o'tang burundan tatib. Shu vaqtning o'zida Sanshidan chiqqan bir savdo karvoni Urumchi kelib, Urumchining atrofidagi bir tog'liq rayonda bir orom olmoqchi bo'lgan. Shuning bilan bu kun kechasi bular oramagan vaqtning o'zida ats qo'yib qarsa, buning choy, non, pechin, pranik degandek mushunda qankezaklarlar o'g'irlanib ketgan yermi. Endi bu o'g'ir qaroq cho'xshaydi desa, qiziqiri bularning pul, mol, tovardirdan degandek nasri qat'iy yo'qolmaganda joyda. To'xta, bu nemishdi deb bular shuning bilan bu kun kechasi bir qiltaq qurib hammasi bo'ktirma to'g'an. Yerim kecha bo'lganda tuyuqsiz bu bir narsani tushib, yoda tipirlab, vichir-vichir ovozlar chiqqanligini ko'rib, hammasi Gulxon kaltak to'qmoqlarni ko'tarib urliktab berib qarsa, hayron qolgan bu kichik mudik odamlar to'g'an, taxminan bir 30 cm atrofida. Endi bularning gapini tushungan, vichir-vichir bir narsa deb qo'yatgan. Bularni hayron qilib, qarshi bular degan tizilib turib yig'lab, "Voy, meni qo'yib turbat" degandek shundaq bir ovozlarni chiqarib qilib ketgan. Shuning bilan bularning kulgisi kelib, ham bu ishga hayron bo'lib, bularni qo'yib Endi bularning hammasi burun qishlarlikin do'yinda izlasanglar yaqinda qo'lgan, yaqinda bir qozoq chorvachi do'stimizning chorvachilik qildigan yerdagi shuning uyga bir yerim kechida bir o'g'ri kirgan. Qarsa bu mushuk emas. Jo'zirga bu yerga chiqib non u degandek narsalarni evatgan. Qilfin elib rasm tatay deb shirpin tatib yetdi. Lekin buningdan bir xil ko'p nur chiqayotgan, balkim kuyuzdan chiqqan bo'lsa kerak. Endi kech ko'ra oladigan hayvonlarning mushuk, toshqonlarning hammasini kuyuz yo'riydi-ku. Lekin bu qanday hayvonda ajab ko'rib boqmabdi ekan deb shundaq chiroqni yondirib qilchiga bu chaqmoq tizligida qechib ketgan. Kim bu qozoq chorvachi do'sting deyishcha, ishga mustahkam taqab, hamlik yog'ochni to'rab qo'ydi, shundaq bir holat mustahkam etilgan. Buni unda xohlagancha burkuchab echvat qilinmaydi. Lekin bu narsa ishkining oldiga olganda ishik tuyuqsiz taraqqida echilib ketgan, xuddalik fantaziyali kinolardagidek. Undan keyin bu qechib ketgan. Buni burun mashta otib o'ldirdi, mashta yulg'un odamlarning borlig'ini anglaganligi, bu qitim o'zining ko'rganligini shundaq degan. Biroq buni aniq tutib yoki aniq rasm tortib olishga bundaq fursatlar bo'lmay qolgan. Endi bu to'g'risidagi bundaq hikoyalar intayin ko'p Urumchining atrofidagi Sanfango, Shiringo, Ulanbay qatorliq tog'liq rayonlarda shundaq borlig'i nihoyat ko'p tasvirlangan kishilarning eg'iz ko'chib yurgan. Shuning uchun men qiziqib qoldim. Ekran oldida siz ishonamsiz, ishonmamsiz buni bilmadim, lekin men ishonaman.
Şahsen ben küçük vaqtimda burun nimqaga vaqtda balki bu mening balalik tasavvurim bo'lsam kerak deb o'ylab ekanman. Endi xiyol qilib baxsam balkim shu vaqtimi men ko'rgan bo'lishim mumkin. Shuning uchun hozir men qattiq niyat qilib, bugundan boshlab bekor vaqtlarimda patpat men Shiringo, Ulanbay, Sanfangodagi men tog'liq rayonlarga berib menda aramaga shu yerlarni kuzatib boqmoqchi. Yulg'un odamlarni men topmoqchi zodi. Qanda birga chiqamdiq? Birga chiqib mana to'g'risi izinib baqili, ekspeditsiya qilib baqili deganlar bormi? O'sanglar meni Guanju qilib session qilib qo'ysanglar birga boramiz.